judayam sovuq. Ertalab bo'lishiga qaramay, afsuski yaxshiyam shunday kiyimlarim bor, yo'qsa o'lib qolgan bo'larmidim. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sizlar bilan mana shu Sarkon do'stlar. Sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Men afsuski bir kuni bitta yovuz odamning o'ldirib qo'ygan edim. Uni yovuzligini bilmagan edim. Shuning uchun hamma soqchilar meni qidirgani kelyapti. Ular kechqurun bostirishga harakat qilyapti. Ertalab esa ular qidiryapti meni. Xudoga shukrki, men bunday joylarga keldim. Menimcha ular topolmasa kerak, lekin afsuski qornim och. Men yashashga boshqa joy topishim kerak. Mana quyonlarni o'ldirib ovqatlanaymi deyman. Mashlar bilan kun ko'ryapman, lekin bu quyonchalarni ham o'ldirgim kelmayapti. Do'stlar, tirik qolishim kerak afsuski. Majburman. Endi mana shu ayolning bolasini ham o'ldirishim kerak. Kichik bola tushmadi. Ayolni, katta ayolning yoniga borishim kerak. Katta ayol qayerda ekan? Voy, bu yerda nima ko'rinyapti? Nahotki ularning o'zi. Sekin orqadan qarorga xodim borishim kerak. Aytgancha, ular agar bizni o'ldirsa tosh qilib qo'yardi. Bularni ham tosh qilib qo'yishibdi. Yo'q. Tirik jonzot bormikan? Yo'q, hammaligi toshga aylanib qopti-yu. Bu yerga kirmang deb qo'yishibdi. Bu kirishga majburman, chunki yashashga joyim yo'q. Yaxshi, bo'lmasa sal issiqroq ekan, chunki bularning chirog'i bor ekan. Ovqat bormikan, qornim ochib ketdi. Yaxshi, bu yerda patrullar bor ekan. Men bilan ularga qo'shib qo'yishim kerak. Yaxshi, bu yerda yo'q. Yaxshi. Bu mancha lopata bo'lsa kerak. Yaxshi orужиялар bor ekan. Bu menimcha ichishga. Lekin uncha qornim to'ymadi. Bu nima ekan? Bunga cho'p. Mayli. Yaxshi, bunda salgina sinib olsam bo'lar ekan. Bor, mana bu yerga o't qilib qo'yganim yaxshi. Kechki paytga yaqin keyin o'chirib qo'yaman. Jonim. Yo'q. Iltimos, yo'q, o'lma, iltimos. Yo'q, yaxshi. Bitta ham jonim qolmadi. Men nima qilsam ekan? Ochimdan qiynalyapman. Qaniydi ovqat bo'lsa. Qornim to'lib olgan bo'lardi. Lekin juda ham ochman do'stlar. Ovozim ham past ovozda ham gapiryapman, chunki juda ham chanqadim. Hamma bu quyonlarda esa ovqat yo'q. Qaranglar, o'zi kichkinaligina zo'r ovqat tushib qolsa yaxshi bo'lardi. Ularda ham ovqat tushmayapti. Qayerdan ovqat topsa bo'ladi? Bu ovqat emasda, afsuski. Mani ayolni o'ldirganim ma'qul. Lekin o'lib qolmasam bo'ldi. Yo'q, meni yonimga kelyapti. Men uni bolasini o'ldirganim afsuski. Yaxshi qalqonim bor ekan meni. Yaxshi. Qornim juda ketgandi. O'lib ketaman deb o'ylayapman.
o'ylab uncha to'yganim yo'q-da. Mayli. Nima ham qornim och, lekin 1% jonim qolgan. Yaxshi, ana askarlardan patrullar tushibdi. Bu ham kerak bo'ladi. Suyakni nima qilyapti bu yerda? Suyakni nima qilaman? Yana bitta ayiq. Uni ham o'ldirib olaydi. Qornim juda to'ymayapti. Bular toshga aylanib qolibdi. Qidiruvda bo'lsang ham qiyin ekan, tinchgina joylarda yasha olmas ekansan. Ana uni ham o'ldirishim kerak. Yaxshi. Endi mana bu qornim to'yadi. Yaxshi. Endi ozgina dam olsam bo'ladi. Antiga ayiqchani ham o'ldirib olaylik. Menga ko'proq ovqat kerak. Darrov harakat qilganimga. Bunaqada qiyin bo'ladi. Tim bo'li biz qishlik joylardamiz. Yo'q. Do'stlar, обязательно bu videoni sizlarga olib berib, kanalga like va videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Hammasi sizlar uchun. Yaxshi 64 o'q bor ekan. Yaxshi. Bu yerdan buni olaman. Ana hozir bittada qo'qaman. Avvuje bor ekan, nima bor ekan, o'tiraman. Patron bekor. Patron ketdi. Patron qolmadi shekilli. Patronni olish esimdan chiqibdi. Sal qolsa o'lib ketardim. Do'stlar, bu meni birinchi videom. Shuning uchun kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan keyincha poddeshga qo'ratiladigan umiddaman. Patron. Ya'ni tekshirib ko'ramiz, bu patron tusharmi? Tushar ekan. Yaxshi. Men seni suyak tushibdir. Bu sharafli. Qornim yana ochib qolyapti. Nima qilib to'yg'izsam bo'larkan? Ana askarlar hozir meni topib oladi. Chunki kechki payt ular hujum qilyapti. Mashta tinch o'tirganim ma'qul. Eng qizig'i yotoq ham yo'q ekan-ku. Mayli. Do'stlar, men bu yerda bir amallab tirik qolishga harakat qilaman. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammalarga katta rahmat.